Assalomu alaykum aziz onajonlar. Sizlar bilan yana Rahma kanalidamiz va bugun bolajonlar uchun, kichkintoylar uchun ajoyib retsept tayyorlaymiz. Mana shunaqa gulkaramdan bolalar uchun gulkaramli oladyi tayyorlaymiz. Ko'pincha onalar sabzavotlarni bolalar katta bo'lsa ham parda pishirib berishda davom etishadi. Ya'ni gulkaram, brokoli, kabachok kabi sabzavotlarni bilamiz juda ham foydali va aynan prikormni, qo'shimcha ozuqani mana shu sabzavotlardan ko'pchilik onalar boshlashadi, lekin bolaga doimiy ravishda parda pishirib yoki qaynatib berish bolani zeriktiradi. Shuning uchun bugun sizlar bilan mazali ulardan oladyilar tayyorlaymiz. Bunga bizga kerak bo'ladi gulkaram. Biz buni parda pishirib oldik va sizlarga ham maslahat bergan bo'lardim. Qaynatib emas, balki parda pishirib olishni, chunki parda pishirganimizda vitamin, minerallari saqlanib qoladi, parchalanib ketmaydi. Asosiy qismi va undan tashqari mazasi ham saqlanib qoladi. Biz qaynatganimizda mazasi suvga chiqib ketadi va sabzavotlarimiz juda ham yoqimsiz ta'mga ega bo'lib qoladi. Aynan shuning uchun brokolimi, kabachokmi yoki gulkaram har qanday sabzavotlarni parda pishirishga harakat qiling. Demak, parda pishirilgan gulkaram, tuxum, ko'katlar va un kerak bo'ladi. Mana shu masalliqlardan juda ham oddiy bolalarimiz uchun hozir nonushta tayyorlaymiz. Birinchi o'rinda bizga mana shunaqa tovaga gulkaramlarimizni solib olamiz. Juda ham yumshoq qilib pishirilgan bo'lishi kerak, chunki biz buni hozir ezib olamiz. Sanchqi yordamida yoki pyure tayyorlaydigan talkushka yordamida gulkaramlarimizni yaxshilab ezib olamiz. Mayda-mayda bo'lib ketgunga qadar mana shu tartibda yaxshilab ezib olamiz, katta bo'laklar qolib ketmasin. Gulkaramni o'zi ham juda ham yaxshilab pishgan bo'lishi kerak, chunki kichkina bolajonlarimiz hali o'sha yaxshilab chaynashni endi o'rganayotgan payti bo'ladi. Shuning uchun ikkita qo'l, ikkita barmoq orasida eziladigan darajada pishgan yumshoq sabzavotlar bo'lishi kerak. Bu retseptni, bu taomni bemalol bolalaringizga gulkaramni kiritganingizdan keyin ratsioniga, tuxum kiritganingizdan keyin bemalol tayyorlab bersangiz bo'ladi. Ya'ni taxminan 8-9 oydan boshlab buni bemalol tayyorlab beramiz. O'zi qo'li bilan ushab, tatib, yeyishni o'rganadi. Gulkaramni dum taraflari qattiqlik qilgan bo'lsa, olib tashlaymiz yoki pichoqda ham maydalab kesib qo'shib yuborishimiz mumkin agar yaxshi maydalanmayotgan bo'lsa. Bolalarga, ayniqsa 1 yoshga to'lmagan bolalarga qattiq joylarini olib tashlab taklif qilamiz. Adasiga beramiz. Mana shunaqa ko'rinishga keltirib oldik. Endi buni ustiga tuxum chaqamiz. Tuxum albatta bu retseptni tayyorlashdan oldin qaynatib, kam miqdorda bolaga berib ko'rgan bo'lishingiz kerak, chunki tuxum allergen mahsulot hisoblanadi va bolani tekshirib olish kerak bo'ladi. Allergiyasi tuxumga bormi, yo'qmi? Agar hammasi joyida bo'lsa, siz tuxumni kiritib bo'lgan bo'lsangiz ratsioniga bemalol endi bu retseptni tayyorlab berishingiz mumkin bo'ladi. Un qo'shdik. Endi bunga biroz ko'katlar to'g'rab qo'shamiz. Xom ko'katlar ko'pincha bolalarga qiyinchilik tug'diradi iste'mol qilishi, chunki o'sha og'iz bo'shlig'iga yopishib qolishi mumkin, bolalar yoqtirishmaydi. Ammo boshidanoq, oylik davrdanoq ko'katlarga o'rgatgan bolani yaxshi va aynan taomlariga qo'shib o'rgatsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'zi o'rganadi, ta'miga o'rganadi va ularni iste'mol qilishga o'rganadi. Ko'katlar juda ham foydali, ichaklar uchun, organizm uchun ajoyib vitamin, minerallarni o'zida saqlaydi. Hamma masalliqlarimizni solib olganimizdan keyin yaxshilab aralashtiramiz va bitta massa holatiga olib kelib olamiz. Bu retseptni bemalol brokolidan ham tayyorlasangiz bo'ladi. U ham juda ham mazali chiqadi. Va brokolini ham xuddi shu tartibda qasqonda yoki paravarkada parda pishirib olib, mana shunaqa massa hosil qilib, ezib olib, xuddi shunaqa oladyilar tayyorlash mumkin.
Massamiz deyarli tayyor. Endi buni oladушки holatida tovada pishirib olamiz. Ko'p yog' ishlatmaymiz, shunchaki oladушкиlarimizni tegiga olmasligi uchun biroz yog'lab olamiz tovamizni va o'rtachadan pastroq olovda pishirishga harakat qiling. Ya qovurishga emas, balki ichlari bilan dimlanib pishirishiga harakat qilamiz. Massamizga tuz qo'shmaymiz. Agar butun oilaga tayyorlayotgan bo'lsanglar, bu juda ham mazali. Hamma uchun nonushtaga misol uchun tayyorlasa bo'ladi. O'zingizni porsiyangizga tuz qo'shasiz. Kattalar uchun, ya'ni bolajon uchun 1 yoshgacha tuz qo'shmaymiz. Bolalarga 1 yoshgacha tuz mumkin emas. Shuning uchun hozir biz tuz qo'shmaymiz. Siz bemalol o'zingiz uchun pishirayotgan bo'lsangiz, tuz qo'shib tayyorlasangiz bo'ladi. Endi bularni bitta-bitta qovurib olamiz. Va qoshiq bilan forma berib, oladyi formasini berib bolaga qulay shaklda, kichkina dumaloqchalar shaklida yoyib chiqamiz. Pastroq olovda aytganimdek, ichi ham yaxshilab pishishi uchun qopqog'ini yopib pishirsanglar ham bo'ladi. Shunda dimlanib, qizarib ketmasdan pishadi. Taxminan 30 sekund, yarim minutga yopib pishirib olamiz, keyin o'girib boshqa tarafini qizartiramiz. Oladyilarimizni sekin o'girib olamiz. Ikkinchi tarafi qizarishini kutamiz. Bolalarga taom tayyorlayotganda e'tibor beramiz. Parda va dimlab pishirish tavsiya qilinadi. Shuning uchun turli xil omletlar pishirayotgan bo'lsanglar ham yoki pankeklar tayyorlayotgan bo'lsanglar ham qovurishmas, balki mana shunaqa qopqog'ini yopib, pastroq olovda dimlab pishirish tavsiya etiladi. Oladушкиlarimiz birinchi porsiya tayyor. Bunaqa ko'rinishda bolani aniq qiziqtiradi. Gulkaramli oladyilarimiz tayyor bo'ldi. Yog'siz, to'yimli va hamma oila a'zolariga to'g'ri keladigan, yoshga ham, qariga ham va hattoki mana oylik bolajonlarga ham to'g'ri keladigan oladyilar. Ushbu oladyilarni pomidorli sous bilan ham juda ham mazali ketadi va shuningdek smetana bilan ham taklif qilsa bo'ladi. Smetanaga botirib iste'mol qilinadi. Albatta tayyorlab ko'ring, bu juda ham mazali. Sizlarga retsept yoqdi degan umiddaman. Bolajonlar uchun ko'pchilik onalar boshini qotirishadi, nima pishirib bersam bo'ladi, nima mumkin, nima tayyorlab bersam bo'ladi va aynan shuning uchun biz sizlarga to'plamlar tayyorlaganmiz. Nonushtalar, taomlar, tamaddilar, foydali desertlar, mutlaqo shakarsiz bo'lgan, bolajonlarga mumkin bo'lgan desertlar uy sharoitida tayyorlash. Har bitta to'plamda 40 tadan retsept mavjud. Umumiy ravishda 120 ta retseptni olishingiz mumkin bo'ladi. Retseptlarga ega bo'lish uchun biz bilan Telegram orqali bog'laning va biz sizga batafsil ma'lumotlarni beramiz. Telegramdan biz bilan bog'lanish uchun pastda sizlar uchun havola qoldiramiz. Havoladan o'tib, bemalol menejer bilan bog'lansangiz bo'ladi. Biz bilan Rahma kanalida qoling va bolajonlarga ko'proq retseptlarni joylashga harakat qilamiz. Layklaringizni, izohlaringizni ayamang va o'zingiz kabi onalarga jo'natib qo'ying.